Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bolalarga sun'iy vulqon otilishini ko'rsatib beramiz. Ushbu tajribamiz bolalar uchun kattalar nazorati ostida qilinadigan tajriba hisoblanadi. Buning uchun bizga iste'mol sodasi, iste'mol uchun rang va uksus kerak bo'ladi. Demak, tajribamizni boshlaymiz. Dastlab yasab olgan vulqon maketimizga iste'mol sodasini solamiz. Ana endi iste'mol sodasining ustiga rangni solib chiqamiz. Uksusni solamiz. Ushbu vulqon otilish tajribamiz orqali bolalar vulqon otilishi haqida tasavvurga ega bo'lishadi.